Mansur aka, haligi nonushta tayyor. Oyijon ovqatlanishga chaqirishimni aytdilar. Tushasizmi? Muhim ishlarim bor. Ko'chada bu narsa yeb olaman. Mansur aka, och ketasizmi ishga? Kumush ishlab yeyman dedim-ku. Xo'p, hech bo'lmasa bir Kumush! Nimalar qilyapman? Qayerdan ham bu qizga uylandim o'zi. Bekorga baxtsiz bo'lgani qoldi. Men hech qachon Yulduzga xiyonat qila olmayman. Boshqasiga ko'ngil qo'ya olmayman. Kumush, kechirasan. Bugun shunchaki muhim ishlarim bor. Nima qilyapsan o'zi? Ziragimni taqmoqchi edim. Bo'pti, sen pastga tushib tur. Oymonlar bo'lib tur, hozir tushun. Xo'p. Assalomu alaykum. Mayda yaxshi dam oldinglarmi? Va alaykum assalom. Rahmat o'g'lim. Kel, o'tir, spirtli choy ichib olgin, keyin borasan ishingga. Oyi, lastanchidan beri ishga chiqqanim yo'q. Kecha boshlig'im ham telefon qilib, ertaga sal vaqtliroq keling deb qattiqroq tayinlab qo'ydi. Shunga dada bir duo bera qoling. Mayli bolam, ishga bora qol. Omon eson boribdi, Alloh ishlaringga baraka unib bersin. Vaqtini bersin Alloh. Salomman borib keling. Qizim, eringizni kuzatib qo'ying. Kerak emas. O'tir. O'zim chiqib ketaman. Kelin, siz xafa bo'lmang. Eringizni fe'li shunaqa, sal erkaroq o'sganda. Haligi sekin-sekin bir-biringlarga o'rganib ketasizlar. Xo'p bo'ladi oyijon. Ko'nglingizga olmang, o'g'lim gapiraveradi. Shundan ko'ra choydan olingiz suv. Mayli dada, menga ham duo bering, endi o'qishga keta qolmang. Shunaqami? Mayli. Duo qiling dedasiz. Mana omin. Omon eson boribki, Alloh omadingni baxtini bersin. Bora qol bolam. Yaxshi o'tiringlar. Yaxshi boribki. Kech qolmagin, xo'p? Xo'p. Baraka top, baraka top. Oling, Kumushxon, oling. Dadasi choydan. Yo'q, rahmat ishdim. To'yda qol. Oling, kelib uyalmang, voy. Ya?